Ana bugungi yangi obyektimizga ham kelib oldik. Tomga penalonboz qo'yish xizmati har doimgidek. Hozir mana ko'rib turibsizlar, vassali shilipkan ustiga material yozish jarayonidamiz. Mana bu taraflarni ham ko'rsataylik. Bir qator materiallarni yozib olamiz. Ustidan qo'yaveramiz. Hozir Asakadamiz. Bekka bu joyimizga ham 10 sm qilib quyadigan bo'lib zakasni oldik. Akamiz Rossiyada ekan o'zlari. Xudo xolasa zo'r qilib quyib beramiz. Kelganda ham xursand bo'lishadi ko'rib quygan joyimizni. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Videoda davomida quyganimizni yana ham bir batafsil qilib, tugagandan keyin bitta chiroyli kadr qilib qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, qanaqa savollaring bo'lsa yoki zakaz bo'lsa, beraverasizlar. 24 ga 7 telefonla ishlayveradi. Rahmat. Ana do'stlar, quyishni ham boshlab oldik. Kerakli joylarga dimoxodlarni qo'yib, ustini ham iloji boricha tekizlab, razmerlarini chiroyli qilib chiqarib quyib ketyapmiz bir boshdan. Xo'p, bu penalonbozlik kvadrat narxlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 5 sm-ligi 35 ming so'm, 7 sm-ligi 40 ming, 10 sm-ligi 50 ming bo'lyapti. Qolgan ma'lumotlarni bemalol shu nomerlarga telefon qilib olishlaring mumkin. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beramiz. Bittadan like bosib, podpishka qilib turasizlar. Baland tog'larning qori bilan o'ynashma, yuksak uchar qushlarning sori bilan o'ynashma. Oyoq o'yna, cho'p o'yna, oshiq o'yna, to'p o'yna, lekin bir mard yigitning ori bilan o'ynashma. Mayli zo'rning zo'ri bo'l, arsloni bo'l, bo'ri bo'l, itdek pisib birovning yori bilan o'ynashma. Haqni aytgan mard bo'lar, nomard bilan gap bo'lar, haqni kuylar hofizni tori bilan o'ynashma. Haqni aytgan mard bo'lar, nomard bilan gap bo'lar, haqni kuylar hofizni tori bilan o'ynashma. O'ynashma, o'ynashma. Yuksak uchar qushlarning sori bilan o'ynashma. O'ynashma, o'ynashma. Faqat bir mard yigitning ori bilan o'ynashma. O'ynashma, o'ynashma. Itdek pisib birovning yori bilan o'ynashma. O'ynashma, o'ynashma. Haqni kuylar hofizni tori bilan o'ynashma.